Marcelo hayotida bo'lgan, avval dushmanchilik bo'ladi deb o'ylagan, lekin yaqin do'stlikka aylangan ikkita voqeani aytib berdi. Juda ham qiziq bo'lgani uchun sizlarga taqdim etaman. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. 2006-yil 18 yoshli Marcelo Real Madridga chap qanot himoyaga olib kelinadi. Bu paytda u yerda 34 yoshli Roberto Carlos o'ynardi. Hamma tushunib turgandi Marcelo nima uchun kelganini. Meni hali yosh paytim, Braziliyadan birinchi marta tashqariga chiqishim, to'g'risini aytaman, Carlos bilan raqobat qilishim kerak deb o'ylagandim. Birinchi kun mashg'ulotda o'zidayoq Roberto meni oldimga keldi. Juda iliq munosabatda bo'ldi va menga nomerini berib, mashg'ulotdan keyin telefon qilishini aytdi. Ha, biz juda ham yaqin bo'lib ketdik. Roberto Carlos va Marcelo mavsumga birga harakat qilishgan. Lekin ular hali ham yaqin do'stlar. Bizning Cristiano bilan munosabatlarimiz ham janjal bilan boshlangan. Braziliya Portugaliya o'yini. Men unga nisbatan qo'pollik ishlatdim va uni turtib yubordim. Chunki u juda tez edi. Keyin u meni bo'ynimdan siqdi. Men chiqib ketishga harakat qilardim. Mana uni bo'yidan ushlamoqchi edim, bo'yi balandlik qildi. Oradan 2 oy o'tib, yangiliklarda ko'ryapman. Real Madrid Ronaldo bilan shartnoma imzolabdi. Men o'yladim, bo'ldi, hammasi tugadi. Mani endi ketqizishadi. Madriddan ketadigan paytim keldi. Lekin hammasi teskarisiga aylanib ketdi. Ha, Marcelo va Ronaldo yaqin do'stlarga aylanishdi. 2018-yil Liverpoolga qarshi o'yindan oldin Ronaldo faqat Marceloga Realdan ketayotganini aytadi. Marcelo esa ko'z yoshlarini tiya olmagan. Keyinchalik esa Modric oltin to'pni oladi. Shunda Marcelo butun Madridga qarshi chiqib, oltin to'pga Ronaldo munosibligini aytadi. Bu uchun ozgina zaxirada ham o'tirib olgan. Lekin haqiqiy do'stligini butun dunyo